5-sinfgacha bo'lgan farzandingiz ushbu masalani ishlay olsa, demak uning matematikasi o'rta darajada. Agar ishlay olmasa, uning matematikasini kuchaytirish kerak bo'ladi. Chunki bu keyinroq xalqaro olimpiadasida tushgan masalalardan biri hisoblanadi. Demak, masala sharhiga qaraydigan bo'lsak, quyidagi rasmda berilgan ma'lumotlardan foydalanib, poyezd uzunligini toping. Xo'p, ma'lumotlar qanaqa? Demak, poyezd bor va qanaqadir ko'prik deydi. Poyezd ko'prikning oldigacha keldi. Poyezdning hamda ko'prikning umumiy uzunligi qancha? 340 metr bo'lyapti. Pastdagi ma'lumotga qaraganda o'sha poyezd ko'prikning ichiga kirdi. Uning ortib qolgan qismi, ya'ni ko'prikning ortib qolgan qismi 110 metrni tashkil qilar ekan. Bizdan so'ragan narsa poyezdning uzunligini topishimiz kerak bo'ladi. Masalani qanaqa ishlaymiz? Tasavvur qilinglar, xuddi mana shunaqa uzunlikdagi yana bitta poyezd ko'prikning ichiga joylashtirildi. Va pastdagi ma'lumotga qaraganda ko'prikning ortib qolgan qismi qancha edi? 110 metr. Demak, mana bu masofa qancha bo'ladi? 110 metr bo'ladi ekan. Endi biz dastlabki poyezddan ko'prikning oxirigacha bo'lgan masofa 340 metr edi. Biz mana shu 110 metr masofani olib tashlasak, bizda ikkita poyezdning masofasi qoladi. Ikkita poyezdning uzunligi. Biz shu yerdan bitta poyezdning uzunligini topishimiz mumkin bo'ladi. Demak, 340 dan 110 ni ayiradigan bo'lsak, qancha bo'ladi? 230 metr qoladi. Endi bu 230 metr qanaqa masofa? 230 metr ikkita poyezdning uzunligi. Ikkita poyezdning uzunligi. Bitta poyezdning uzunligini topish uchun biz 230 ni 2 ga bo'lamiz. Shunda har biri necha metrdan bo'ladi? 115 metrdan bo'ladi. Demak, bitta poyezdning uzunligi 115 metr bo'ladi ekan. Bu javobimiz B da turibdi. Demak, B javobimiz to'g'ri ekan. Biz bolalar uchun eng yaxshi 7 ta davlat matematika o'qitish tizimi asosida super matematika kursini ishlab chiqqanmiz. Darslar onlayn shaklda bo'lib o'tadi. Bepul sinov darsiga yozilish uchun hoziroq ro'yxatdan o'ting.